Komil opa, ko'p siz anketa to'ldirishimiz kerak deysiz. Onalar aytishyapti, anketa to'ldirishimiz nimaga kerak? Oddiygina gaplashsak bo'lmaydimi deyishyapti. Bu savol juda ham ko'p beriladigan savollardan bittasi. Bizda ish jarayonimiz shundan iboratki, avvalambor biz mijozlar bilan birma-bir suhbat qilamiz. Suhbat jarayonida mijozni barcha orzu niyatlarini, ularni oldilariga qo'ygan maqsadlarini hamda bo'lajak turmush o'rtog'iga qo'yayotgan mezonlarni ham o'rganib chiqamiz. Anketa savol-javoblari nimaga kerak? Anketa savol-javoblari bu ikkala tarafni ham ishini yengillashtiradi. Chunki biz mijoz haqidagi bor ma'lumotni anketa orqali olamiz hamda unga mos juftlikni topishimizda mana shu anketada yozilgan ma'lumotlar bizga juda ham qo'l keladi. To'g'ri, biz 100% hamma murojaat etgan mijozlarga ham mos juftlikni topib beramiz deb ayta olmaymiz. Lekin o'z vaqtini topganlar ham kam emas. Anketani mijozni faqatgina o'zi to'ldirishi shartmi degan savol ham beriladi. Avvalam ha, iloji bo'lsa o'zlari to'ldirishlari shart, lekin ba'zida bilasiz, yosh qizlar o'zlari murojaat etishga uyaladilar, iminadilar. Mana bunday paytlarda bizga ularni amma xolalari, bujonlari, onajonlari, dugonalari murojaat qilishadi. Bunday holatlarda biz albatta mijoz nomidan ularni to'ldirishlariga ham ruxsat beramiz. Agar sizga anketa to'ldirish qiziq bo'lsa, direktga plus belgisini yuboring, biz sizlarga yanada to'liq ma'lumot beramiz.